Assalomu alaykum. Bugun mavzumiz Fisher bo'ladi. Fisher mavzusini o'tamiz. Fisher o'zi qanday mavzu va bu mavzuning maqsadi nima? Aynan Fisher nimani o'rganadi degan savollarga javob topamiz va o'sha Fisherda so'ralayotgan narsalar, ya'ni mana shu Fisher bilan bog'liq masalalarda nima so'raladi va o'shani qanday topamiz. Demak, o'zi Fisherda maqsadini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Mana bizda ekranning o'ng va chap tomonida heterozigot organizmlar o'zaro chatishtiryapti va ikkala tomonda ham 4 ta avlod olinyapti. 4 ta avloddan 3 tasi, bittasi gomozigota dominant, ikkitasi heterozigota va bittasi resessiv. Ikki tomonda bir xil. Misol tariqasida mana shu belgiga biz no'xat o'simligining gulining rangini olaylik. Demak, dominant holatda qizil, resessiv holatda oq. Bu tomonda ham xuddi shunday. Dominant holatda qizil, resessiv holatda oq. Demak, bu yerda qizil rangli no'xat o'simliklar o'zaro chatishtirilganda 4 tadan avlod olingan. Demak, o'sha avlodning 3 tasi qizil va bittasi oq. Ya'ni jami 4 ta avlodimizning 3 tasi qizil, bittasi oq. Bunda ham xuddi shunday. Olingan avlodlarimizning 3 tasi qizil bo'ladi, bittasi oq. Demak, jami nechta avlod olingan? Jami 4 ta avlod olingan. 4 tadan 3 tasi qizil, bittasi oq. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'sha heterozigota no'xat o'simliklari o'zaro chatishtirilganda bizda 4 ta avlod olamiz, ya'ni 4 xil avlod olamiz genot jihatdan. O'sha 4 xil avlodimizning 3 tasi qizil, bittasi oq bo'ladi. Lekin 4 ta avlod olganimizda 3 tasi qizil, bittasi oq bo'ladi. Agar bizda avlodlar soni 100 ta bo'lsa, qanchasi oq, qanchasi qizil? Demak, 4 ta avlod bo'lganda 3 tasi qizil, bittasi oq. 100 ta bo'lsa-chi? Nechta qizil bo'ladi? 3 ni 100 ga ko'paytirib 4 ga bo'lamiz. 75 tasi qizil, 25 tasi oq bo'lishi kerak. Demak, o'zi asli o'sha haqiqiy nisbat bo'yicha o'sha heterozigotalar chatishtirilganda 4 ta avlod olinganda o'shaning 3 tasi qizil, bittasi oq, ya'ni 4 ta avlodning 3 tasi qizil, bittasi oq bo'lganda, lekin masala shartida har doim 4 ta emas, balki 100 ta, 500 ta, 1000 tagacha avlod berilishi mumkin. O'shanda masalan bizda 100 ta avlod beriladigan bo'lsa, shuning nechtasi qizilga, nechtasi oqqa to'g'ri keladi. Shuni aniqlashimiz kerak. Demak, o'zi asli 4 ta avlod olamiz, 4 xil, shundan 3 tasi qizil, bittasi oq. Avlodimiz soni 100 ta bo'lganda qanday bo'ladi? 100 ta bo'lganda 3 ni 100 ga ko'paytirib 4 ga bo'lganimizda 75 ta qizil, 25 ta oq chiqadi. Bu haqiqiy nisbat. Lekin ba'zan bizda masalada bunaqa haqiqiy nisbatdan og'gan nisbatlar ham beradi. Misol tariqasida o'sha 100 ta avlodning 80 tasi qizil, 20 tasi oq deb masalada berilishi mumkin. Fisherning asosiy maqsadi mana shu masalada berilayotgan, ya'ni amaliyda berilayotgan, masalada berilayotgan foiz yoki raqamlar bu amaliy hisoblanadi. Biz haqiqiy ishlab topganimiz bu nazariy hisoblanadi. O'sha masalada berilayotgan nisbatlar qanchalik haqiqiy nisbatlarga yaqin, ya'ni shunaqa nisbat bo'lishi mumkinmi degan savolga javob topish Fisherning asosiy maqsadi. O'zi qarang, haqiqiy nisbat o'sha heterozigotalar chatishtirilganimizda 4 ta avlod olinadi, haqiqiysi shundan 3 tasi qizil, bittasi oq. 4 ta avlod olinganda 3 ta qizil, bitta oq bo'lganda 100 ta avlodda 75 ta qizil, 25 ta oq bo'ladi. Asli o'zi shunaqa chiqishi kerak, lekin masalada bizda 100 ta avlodning 80 tasi qizil, 20 tasi oq deyapti. Ya'ni haqiqatan ham o'sha 100 ta avlodning 80 tasi qizil, 20 tasi oq chiqishi mumkinmi? Mana shu nisbat haqiqatga yaqinmi yo'qmi? Mana shu narsani Fisher aniqlaydi. Ya'ni Fisher jadvali orqali mana shu narsa haqiqatga yaqin yoki yaqin emas ekanligini biz aniqlashimiz mumkin. Buning Fisherda bajarishning ikki xil tartibi bor. Birinchisi jadval asosida, ikkinchisi formula asosida. Biz shuni bosqichma-bosqich ko'ramiz.
xuddi mana shu masalaning, ya'ni o'sha bizda heterozigotalar chatishtirilganimizda jami 100 ta avlod olingan, o'sha 100 taning 80 tasi qizil, 20 tasi oq deyapti. Mana shu masalada, ya'ni amaliyda berilayotgan nisbat, ya'ni o'sha 80 ta 20 ta oq chiqishi qanchalik haqiqatga yaqin. Mana shu narsani biz Fisher orqali aniqlaymiz. Demak, birinchi qiladiganimiz jadval orqali. Bizga jadval kerak bo'ladi buning uchun. Demak, jadval chizib olishimiz kerak. Fisher jadval. Demak, jadvalda birinchi yozadiganimiz bu olingan avlod. Olingan avlod P harfi bilan belgilanadi. Undan keyin o'zi kutilgan nisbat, nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan avlod. Qisqa qilib yozaman. Nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan avlod Q harfi bilan belgilanadi. Demak, qarang, olingan avlod, nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan avlod va kutilgan nisbat. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda hozir e'tibor berib turgan bo'lsangiz, heterozigotalar chatishtirilganda, mana yuqoriga qarang. Heterozigotalar heterozigota qizil rangli no'xatlar chatishtirilganda bizda ikki xil rang chiqadi, ya'ni qizil va oq. Birinchi yozamiz o'shani. Qizil va oq. Masalada bizda jami 100 ta avlod, shuning 80 tasi qizil, 20 tasi oq. Ya'ni olingan avlodga biz masalada berilgan o'sha fenotip bo'yicha berilgan avlodlar sonini yozamiz. Ya'ni 20 ta oq, 80 ta qizil. Xo'p, mana bu qismga jami nechta ekan? Jami 80 ga 20 qo'ysak 100 ta. Kutilgan nisbat. Kutilgan nisbatga biz o'sha avlodlarni chatishtirilganda o'sha pennet chizib, o'sha avlodlarning genotipini yozib olinganda F1 da olingan avlodlarning fenotipik nisbatini yozamiz. Ya'ni masaladagi fenotipik nisbat. Bu nisbat o'sha genetika qoidasi bo'yicha hammasida bor, monodroga ham, didroga, polidroga hammasida. Misol heterozigota qizillar chatishtirilganda kutilgan nisbat 3 ga 1, ya'ni jami 4 ta avlod olingan, shuning 3 tasi qizil, bittasi oq. O'sha narsani yozamiz. Ya'ni fenotipik sinflarni yozamiz. Bizda 3 ta qizil, bitta oq olingan, jami 4 ta. Endi nazariy jihatdan olinish kerak bo'ladigan avlod. Ya'ni olingan avlodga, mana bu qismda olingan avlodga masalada berilgan nisbat yoziladi. Nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan avlod Q harfi bilan belgilanadi. Bu degani mana nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan avlodga biz haqiqiy nisbatni yozishimiz kerak. Ya'ni 4 ta avloddan 3 ta qizil, bitta oq bo'lganda, avlodlar soni 100 ta bo'lganda nechta qizil, nechta oq olinish kerak? Ana shu haqiqiy nisbatni yozishimiz kerak. Ya'ni bizda umumiy avlodlar 100 ta, o'sha chatishtirilganda bizda 4 ta avlod olindi, 3 ta qizil, bitta oq. Haqiqiy nisbat qanday bo'ladi? Haqiqiy nisbat bo'yicha bizga 75 ta qizil, 25 ta oq chiqishi kerak. Demak, bu yerda masala shartida olingan, ya'ni nazariy jihatdan olingan avlod bilan amaliy jihatdan olingan avlod bilan nazariy jihatdan olingan avlod o'rtasida farq bor. Ya'ni haqiqiy o'zi kelib chiqishi kerak bo'lgan avlod bilan masala shartida berilgan avlodlar sonida farq bor. Demak, ana shu farqni keyingi punktga yozamiz. Farqni qanday topamiz? Olingan avlod, ya'ni amalda berilgan avloddan o'zi asli kelib kutilishi kerak bo'lgan, ya'ni haqiqiy nisbatdagi avlodlar soni ayriladi. Ya'ni P dan
Q ni ayiramiz va farq D bilan belgilanadi. Demak, bu yerda farq 5 ta ekan, ya'ni 80 dan 75 ta ayirsak 5 ta, bu yerda ham 5 ta. Plus minus chiqishi u hech qanaqa ahamiyat kasb qilmaydi. Keyingi qiladigan ishimiz o'sha D kvadratni aniqlash. Ya'ni D kvadrat, mana shu D bu yerda farq hisoblanadi. Mana bu farq. O'sha farqning kvadratini topamiz. Ya'ni bu yerda qizillarning farqi 5 ta bo'ladigan bo'lsa, mana qizillarning farqi 5 ta bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 ning kvadrati, oqning farqi 5 ta bo'ladigan bo'lsa, oqning farqini 5 ta bo'ladigan bo'lsa, o'shaning kvadrati. Demak, 5 ning kvadrati 25, bu 5 ning kvadrati ham 25 bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu x kvadratni topish. Bizdan so'raladigan Fisher mavzusi bo'yicha so'raladigan bitta narsaning biri bu x kvadrat. X kvadrat qanday topiladi? X kvadrat topish uchun d ning kvadratini nazariy jihatdan, ya'ni haqiqiy nisbatlar soniga bo'lamiz. Ya'ni har birini. Demak, qizillarning farqi 5 ta, uning kvadrati 25 ta bo'lsa, o'sha 25 ta biz bo'lishimiz kerak 75 ga. Oqning farqi 5 ta, kvadrati 25 bo'lsa, 25 ni 25 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 25 ni 25 ga bo'lsak 1, 25 ni 75 ga bo'lsak 0.33 chiqadi. Demak, x kvadratimiz 1.33 ekan. Mana biz o'sha jadvaldan, Fisher jadvaldan x kvadratni topdik. Bizda Fisher bo'yicha so'raladigan bitta narsa bu x kvadratni toping. X kvadrat bu yerda 1.33 chiqdi. Ikkinchi so'raladigan narsa bu o'sha masalada berilayotgan nisbatlarning qanchalik haqiqiy nisbatlarga yaqin ekanligi, ya'ni o'sha mana shu holat kuzatilishi mumkinmi yo'qmi? O'sha narsani aniqlashimiz bizning oxirgi qiladigan ishimiz Fisher bo'yicha. Bu uchun maxsus Fisher jadvali bor. Jadvalning umumiy ko'rinishi mana bu holatda bo'ladi, lekin hamma qismi ham kerak bo'lmaydi. Ba'zi o'quvchilarimiz aytishi mumkin, ustoz, bu jadvalni yodlashimiz kerakmi? Yo'q, albatta. Fisher masalasi tushganda albatta bizga jadval beriladi. Agar jadval berilmaydigan bo'lsa, o'sha hech bo'lmaganda kerakli nuqtasini yodlab qo'yamiz. Buni hozir ko'rsatamiz. Demak, jadval. Bu yerda biologiyada qo'llaniladigan qismi mana bu qismi hisoblanadi. Mana rang bilan bo'yalgan qator biologiyada qo'llaniladi. Qolgan qismi bizga umuman kerak emas. Demak, bizga mana bu qismi kerak va mana bu ozodlik darajalari kerak. Mana shu ikkita qism biz uchun kerak bo'ladi. Mana shu ikkita qismning tutashgan nuqtasini topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha haqiqatan ham masala shartida berilayotgan nisbatlar hayotda o'sha amalda kuzatilishi mumkinmi? Ya'ni haqiqatga yaqinmi, yaqin emasmi? O'shani topamiz. Demak, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz x kvadratni topdik. X kvadrat 1.33 ga teng ekan. Ikkinchi qiladiganimiz ozodlik darajasini topish. Ozodlik darajasini topish uchun n 1 dan 1 da ayiramiz. Bu yerda n fenotipik sinflar soni. N1 bu yerda fenotipik sinflar soni. Ya'ni bu nima degani? Biz heterozigot organizmlar chatishtirganimizda bizda jami 4 ta avlod beradi. Shundan 3 ta qizil, bitta oq. Nechta fenotip? 2 ta fenotip. Ya'ni 2 xil fenotipik sinf bor bu yerda. Qizil va oq. Boshqa fenotipik sinf yo'q. Demak, ozodlik darajasini aniqlash uchun o'sha n bu yerda fenotipik sinflar soni hisoblanadi. Fenotipik sinflar soni o'sha masala shartida o'sha organizmlarni o'sha ota-ona organizm genotipini chatishtirish orqali olinadi. Bu yerda heterozigotalar qizil rangli no'xatlar chatishtirilganda 4 ta avlod olamiz. Fenotipik sinflar soni 2 xil. 3 ta qizil, bitta oq. Ya'ni qizil va oq. Bu yerda soni so'ralmayapti. Sinfi so'ralyapti. 2 xil sinf, qizil, oq. Demak, fenotipik sinflar soni 2 ga teng, undan 1 da ayiramiz va javob 1. Demak, ozodlik darajasi 1 ga teng ekan. Ozodlik darajasi 1 ga teng ekan. Demak, ozodlik darajasi 1. Ana endi
Mana shu masalada berilayotgan raqamlarning qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini mana shu jadval orqali aniqlashimiz mumkin. Bu jadval orqali o'sha nol gipoteza, ya'ni haqiqatga yaqin yoki yaqin emas ekanligini isbotlash uchun bizga x kvadrat va ozodlik darajasi kerak bo'ladi. Demak, ozodlik darajasi 1 ga teng ekan mana bu qismda, mana 1. Mana shu qismni endi bizga kerakli bo'lgan qism bilan tutashtiramiz. Demak, ozodlik darajasi 1 bo'lganda ehtimollik 3,841 ga teng ekan. Demak, 3,841 bizda x kvadrat 1,33. Demak, bu yerda ehtimollik x kvadratdan katta chiqdi. Demak, bu nol gipotezasiga mos ekan. Nol gipotezasiga mos degani, ya'ni bizning o'sha x kvadratimiz mana shu ozodlik darajasini topganimizdan keyin o'sha tutashtirilgan nuqtadagi raqamlardan kichik bo'ladigan bo'lsa, bunday holat haqiqatdan ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni haqiqatga yaqin mana shunaqa nisbatlar olinishi mumkin hayotda degan ma'noni anglatadi. Agar mana shu joyda x kvadratimiz ozodlik darajasi tutashtirilgan raqamdan katta bo'ladigan bo'lsa, demak bunaqa nisbat hayotda umuman kuzatilishi mumkin emas degan ma'noni anglatadi. Demak, Fisher bo'yicha bizda mana shu 3 ta narsa so'ralishi mumkin: x kvadrat, nol gipotezasiga mos yoki mos emasligi va ozodlik darajasi. Nol gipotezasiga mos yoki mos emasligini topish uchun avval biz x kvadratni, undan keyin esa ozodlik darajasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu masalada nol gipotezasiga mos ekan, ya'ni o'sha 100 ta avloddan 80 ta qizil, 20 ta oq chiqishi mumkin. Demak, buni topdik. Endi buning oson usuli ham bor, ya'ni oson usuli bu formula orqali bajarish. Formula orqali bajarish bu Fisherning maxsus formulasi bor, ya'ni x kvadratni topish formulasi. X kvadratni topish formulasi bu mana bu jadvalda chizmasdan turib olingan avlodlar p nazariy jihatdan q va farq d ga teng. Mana shu narsani formulaga tushamiz. Ya'ni p dan q ni ayirib chiqqan javobning, ya'ni d ning kvadratini bo'lamiz q ga. Ya'ni nazariy jihatdan, mana bu jadvaldagi nazariy jihatdan olinishi kerak bo'lgan, ya'ni kutilgan haqiqiy nisbatga bo'lamiz. Mana shu formula. Demak, bu yerda p masalada berilgan avlod q haqiqiy olinishi kerak bo'lgan avlod demak, mana shu masalada x kvadratni topamiz. Demak, bu yerda p miz qizilga nisbatan 80 edi. O'zi haqiqiy nisbat, ya'ni nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan nisbat 75. Chiqqan javob farq, ya'ni d bilan belgilanadi. Uni kutilgan, ya'ni nazariy jihatdan olinish kerak bo'lgan avlodlar soniga bo'lamiz, ya'ni 75 ga. Demak, 80 dan 75 ni ayirsak 5 qoladi. 5 ning kvadrati 25. 25 ni bo'lamiz 75 ga. 33. Keyingisi oq masalada berilgan 20 ta, o'zi olinish kerak edi. Haqiqiy nisbat 25 ta, o'shaning kvadrati. 20 dan 25 ning farqi 5 bo'lamiz haqiqiy nisbat, ya'ni 25 ga. 25 da 25 ga bo'lamiz. Demak, javob 1. Ikkalasini keyin qo'shamiz. Har bir fenotipni, masalan, qizilda, oqda yoki ko'proq fenotip, ya'ni masalan, chala dominantlik bo'lsa, pushti ham bo'lishi mumkin. O'shani har birini alohida topib, keyin qo'shib chiqamiz. Ya'ni bu yerda 1,33 ga teng ekan x kvadratimiz. Mana shunday qilib formula yordamida x kvadratni topish ham mumkin. Undan keyin x kvadrat topilgandan keyin ozodlik darajasini topamiz. Ozodlik darajasi o'sha berilgan ota-ona genotipini chatishtirish orqali olingan avlodlardagi fenotipik sinflar. Undan keyin ozodlik darajasini topganimizdan keyin o'sha mana shu ikkita qismni tutashtirish orqali
o'sha tutashtirilgan raqamdan x kvadratimiz kichik yoki katta bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Agar katta bo'ladigan bo'lsa, bunday nisbat, ya'ni bunday ehtimollik umuman mumkin emas, kuzatilmaydi degani. Agar o'sha tutashtirilgan nuqtadagi raqamdan x kvadratimiz kichik bo'ladigan bo'lsa, bunday ehtimollik nol gipotezasiga mos, ya'ni hayotda kuzatilishi mumkin degan ma'noni anglatadi. Demak, menimcha x bunda tushunarli bo'ldi. Fisher ba'zi masalalarda haqiqatan ham o'sha nol gipotezasiga mos tushmasligi mumkin. Misol, formula bo'yicha qisqa qilib bajaramiz. Masalan, dominant holatda yana bitta masalani ko'ramiz. Qizil resessiv holatda oq. Demak, bizda 100 ta avlod olingan. Shundan 60 ta qizil, 40 ta oq. Demak, mana shu nol gipotezasiga mosmi yo'qmi, shuni aniqlashimiz kerak. Buni oddiygina formula orqali aniqlaymiz. Demak, x kvadratni aniqlash uchun, demak, birinchi qizil topamiz. Qizil 60 deydi, haqiqiy nisbat 75. Shuning kvadratini 75 ga bo'lamiz. Demak, qizillarning ehtimolligini topamiz. 15 kvadratini ko'padi, 225, 225 ni 75 ga bo'lamiz. Demak, 3 ga teng. Endi oqnikini topamiz. 40 ta edi, o'zi asli 25 ta chiqishi kerak. Chiqqan javobni 25 ga bo'lamiz kvadratini. Demak, 40 dan ayiramiz 25 ni, 15 kvadrati 225 bo'lamiz 25 ga. 9. Demak, qo'shamiz qizil va oqning. Umumiy x kvadrat kelib chiqadi 12 ga teng. X kvadratimiz 12 ekan. Endi keyingisi ozodlik darajasini topamiz. Bizda heterozigot organizmlar chatishtirilganda ikkita fenotip chiqadi, ikki xil fenotipik sinf chiqadi, qizil va oq. Demak, n1 - 1. Bizda ikki xil fenotipik sinf bor, undan 1 dan ayiramiz. Demak, ozodlik darajasi 1 ga teng ekan. X kvadratimiz 12 ga, ozodlik darajasi 1 ga. Demak, mana bu jadvaldan foydalanamiz. Mana ozodlik darajasi 1. Demak, 1 ni kerakli nuqta bilan tutashtiramiz. Faqatgina mana shu 0.05 dan boshlanadigan qismi biologiyada qo'llaniladi. Qolgan qismi umuman kerak emas. Demak, 3.841. Demak, tutashtirdik. 3.841 ehtimollik bizda x kvadrat 12 berdi. Nima katta bo'lyapti? X kvadratimiz boyagi ehtimollikdan, ozodlik darajasining ehtimolligidan katta. Demak, bu 0 gipotezasiga mos emas. Ya'ni bunaqa holatda 100 ta avloddan 60 ta qizil, 40 ta oq chiqishi mumkin emas degan ma'noni anglatadi. Demak, bu Fisher faqat hozir biz oddiygina monoduragay bo'yicha ko'rdik, diduragay, poliduragayda ham bo'lishi mumkin. Bunga oid bir ikkita masala kanalga tashlanadi. Mustaqil bajarib ko'rasiz va uning ham keyingi kunlarda o'sha yechimlari qilinadi, xato kamchiliklar to'g'rilab olasiz. Juda oddiy masala. Birinchi navbatda siz o'sha jadval orqali bajarishni o'rganing. Undan keyin formulaga qo'yib bajarishni o'rganib olsak, har qanday masalani mana shu formula orqali qisqa vaqtda aniq javob chiqarib olsak bo'ladi. Demak, o'sha biz nol gipotezasiga mos yoki mos emasligini aniqlash uchun birinchi x kvadratni, keyin ozodlik darajasini aniqlashimiz kerak. Fisher mavzusi bo'yicha bizda mana shu 3 ta narsa so'raladi: yo x kvadrat, yoki ozodlik darajasi, yoki nol gipotezaga mos yoki mos emasligi so'raladi va buni mana shu jadval orqali aniqlaymiz. Bu jadval faqatgina mana shu ehtimollik 0.05 dan boshlanadigan qismi biologiyada qo'llaniladi. Tibbiyotda 0.01 dan boshlanadigan qismi tibbiyotda qo'llaniladi. Qolgan qismi bizga kerak emas. Masalada bu jadval beriladi. Agar berilmagan taqdirda ham siz mana shu ozodlik darajasini va o'sha biologiyada qo'llaniladigan qismini hech bo'lmaganda 5-punktgadan 1, 2, 3, 4, 5-raqamlargacha, ya'ni 11.070 gacha yodlab qo'yishingiz zarar qilmaydi. Ya'ni butun jadvalni yodlash shart emas. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar yana birorta savol yoki shunga bo'lgan takliflar, talablar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kommentariyaga yozib qo'ysangiz, u bo'yicha ham video dars yoki video chiqish qilamiz.